Muallimni har qancha hurmat qilinsa, har qancha xizmati ko'tarilsa, bu isrof bo'lmaydi. Chunki muallimning mehnati shunday mehnatki, uni orqasidan keladigan foydani o'lchab bo'lmaydi, birodarlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam olimlar haqida, muallimlar haqida, ustozlar haqida nima degan? Imom Ahmad keltirgan hadis: "Qala Nabiy sollallohu alayhi vasallam: "Laysa min ummati man lam yujilla kabirana va yarham saghirana va ya'rif li alimina haqqahu." Meni ummatimdan emas, deyapti Rasululloh. Kim payg'ambarimiz ummatidan emas? Kattalarimizni hurmat qilmagan, kichkinalarimizga shafqat ko'rsatmagan va olimlarimizni haqqini bilmagan kishi. Agar bir kishi olimni, ilmli kishini hurmatini joyiga qo'ymasa, payg'ambarimiz bu kishini bizdan emas deyapti. Albatta masjidga keladigan, namoz o'qiydigan, bu ilm majlislarida qatnashadiganlar hurmat qiladi ahli ilmlarda. Boshqa hadislarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Imom Tabaroniy keltirgan hadis: "Ta'allamul ilm va ta'allamul ilmi sakina wal viqor va tawadhu liman tata'allamuna minhu." Mana ilm o'rganayotgan birodarlar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam siz bilan bizga nima deyapti? Ilm o'rganinglar. Ilm uchun sakinat, xotirjamlik va viqorni ta'lim olinglar. Og'ir bosib bo'linglar degan. Davomini qarang. Sizlar ilm oladigan insonlar oldida kamtar bo'linglar. Ustozlarning oldida kamtar bo'linglar. Ustoz bilan hazillashlik kerak emas. Ustozni biror bir narsasini ko'rib turib, masxara qilib, o'rtog'ing emas-da u seni. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sen ilm oladigan odamning oldida o'zingni kamtar tutgin deb aytayapti. Har qancha puldor bo'lsang ham, har qancha quvvatli bo'lsang ham, har qancha mansabdor bo'lsang ham. Rasulullohning buyrug'i bu. Chunki muallim birodarlar, o'qituvchi o'zini bor kuch-quvvatini, ilmini, kerak bo'lsa o'zini ruhini ham sarf qiladi. Sizni bolangizga ta'lim berishlik uchun.